Ha, Oybek nima bo'lyapti? Ha, mashina nomer necha olib ketishyapti mana. BQB 198. Yaxshi ish. Men lekin noroziman bu narsaga. Tepadilar hamma ko'rishini xohlayman, noroziman. Mashina xafa bo'lsa ham mayli edi lekin. Mana mashina sostoyanasi. Kecha Fayzobodga ega borganimda ertaga aytishdiki, ruchkani alishtirasiz dedi. Ruchkani nima qizig'i bor u tepadilarga? Bakovoy alishtirasiz dedi. Bakovoy nima qizig'i bor? Kattaroq bo'lib turgani yaxshi-yu. Salonlari mana. Salonni sidenasini alishtirasiz deyapti. Labovoyni alishtirib kelasiz deyapti. Zavoddan qanaqa chiqqan bo'lsa, xuddi o'sha qilib kelasiz deyapti. Ozgina bundoq chegirma qilib berishsa bo'lardi hajabi. No. Xalqqa o'ylar. Kalpaklarni alishtirib kelasiz deyapti. 01 kalpak. Mana ablisovkani alishtirib kelasiz deyapti mana. Mashina xafa bo'lsa ham, chiriyotgan bo'lsa ham mayli edi mayli. O'sha metalon topshirib yuborardik, lekin mashina tinib deb so'nasa. Tuzumsam ukan forma. Mana kapotning ichi. Moy bo'lib chiqib, moylar chiqayotgan bo'lsa ham mayli edi. Yaqinda motor qilib chiqaman. Bu pul bo'lganda oddiy xalq o'zi bilardi qanaqa mashina haydashni. Ozgina bundoq ustga ham qilib bermayapti davlatimiz. Yaxshi ish bo'lmadi. Xalq dilini ortishyapti. Men noroziman lekin. Menga o'xshaganlar son mingta. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.